Alaykum aziz muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Barchaga assalomu alaykum aziz do'stlar, yaxshimisizlar? Xonadoninglar tinchmi? Yaxshi yuribsizlarmi? Xo'p, bugun bir gaplashadigan gaplar ko'payib ketdi. Bitta ikkita blogerimiz o'zlarining fikrlarini gapirib o'tibdilar. Xo'p, fikrlarni eshitdim. Xo'p, 1 yil davomida butun oilam, bolam, chaqam hamma haromi deb kelindi. Men tomonidan hech qanaqa haqorat o'tmadi. Ras u blogerimiz Jenskiy Solidarnostdan kelibdilar. Siz Jenskiy Solidarnostdan kelsangiz, nimaga siz 1 yil oldin chiqib ogohlantirganingizda ayol bo'lib, salohsiz yig'ishtiring, shu gaplarni keragi yo'q, o'zingiz bosib oling deganda, sizni gapingizni bir joyga artib tashlab yubordi. Umuman vнимание ham qilmadi. To'ka перерод ketdi. Bu sizga gap, boshqa gap yo'q. Mana aziz do'stlar, o'sha blogerimiz aytibdilar, 40 yoshda ham shunaqa maqtab, hop mayli, mingta gap so'zga gap bo'lishi mumkin emas. Endi o'zingizlar o'ylanglar. Shu voqealar boshlanganda tinchgina Dubayga chiqib ketdim. Biroz gapirishim kerak bo'lsa gapiriladigan vaqt keldi. Xo'p, Diyora paydo bo'ldi. Endi gapiring. O'sha 26 yosh, 25 yoshli qiz Diyora meni bosib keldi. Bolalarimga haqorat qilinayotganda ham qo'ying, mayli. Keling klipingizni olaylik, qo'ying mayli deb turib, ras 26 yoshli qizni aqli yetib, qo'ying javob qilmang. Qo'ying mayli deb turib, mana har xil yo'llar bilan mana shu nima deydi, baribir erkak kishini bosdi. U uchun rahmat. Men mana gapirib o'taman, men mard bo'laman. To'g'ri gapimni to'g'ri deyman. Endi Afruza masalasiga kelsak. Xo'p, buni yuzi ochilgandan keyin birinchi bo'lib opamiz erkak yoki trans deb istoriya qo'ydilar. Bitta ayolni konkretniy haqorat qildilar. Men bilasizlar, doim ta'kidlab kelganman, men qonun qoidadan chiqmagan holatda gapimni gapiraman va shunga qarab ishimni qilaman deganman. Opamizni 106 ta shunday istoriyalarda hamma saqlanib qo'yilgan haqoratlari turibdi. Shunda ham shu qiz biror marta shu opamiz to'g'rilarida gap ochmay, anetda chiqib olib haromini yo'qotib yuboringlar, spam bosinglar shu iflosi deganda ham qo'ying, mayli shu ayolga javob qilmang, keling manaqa romantika videolar olamiz, boshqa qilamiz deb meni chalg'itdi. Bu uchun Afruzaga ham kattakon rahmat. Endi meni bolalarimga gapirilgan holatga kelsam, meni bolalarimning onasidan bittasini gapirib o'taman. Zebo. Unga ham kattakon rahmat. To'g'ri, men opa bilan birga bo'lganda Zebo juda qarshi chiqdi. Juda ham ko'zingizni oching deb qarshi chiqdi. Chunki bir narsani men Zeboni bilardim. Zebo doim qanaqadir narsalarni bir bilib, haligi shu qo'ying, shuni qilmang, shuni aytmang deydigan qiz edi. Endi bir gap bilan aytganda, u ham menga 2 ta farzandni tug'ib bergan. Rahmat, tan joni sog' bo'lsin. Unga ham respekt. Всегда men aytaman, uni hamisha hurmat qilganman. Zato что menga o'g'il, qiz farzand ato qilgani uchun. Endi keyingisi, opa istoriyalarda bizda ham turibdi, Charos qizimni gapirganlar. Zilol, meni birinchi xotinim. Xo'p, Zilolning masalasiga keladigan bo'lsa, Ziloldan men всегда minnatdorman. Avvalambor, Ziloldan ham ko'proq Zilolni o'sha meni qaynonam bo'lgan, hozirgacha ona deb hurmat qiladigan Zilolning onasi Nafsapam. Men onamdek hurmat qilganman. U ayolga yetari yo'q, tillo ayol. Men hamma narsani tan olaman. Kim to'g'ri, kim noto'g'ri, hayotim bo'ldi. Bo'lmasa ham men tan olib gapiraman. Nafsapamga yetadigan ayol yo'q. Juda ham qattiq hurmat qilaman. Ulardan ham minnatdorman. Menga shunday shirin qiz farzand ato qilgani uchun Zilolga ham kattakon rahmatimni aytib qolaman. Endi keyingi masala, opani onalari haqida. Onalarni всегда hurmat qilganman. Hozirgacha ham hurmat qilaman. Iloyim yoshlariga bizani ham yetqizsin deyman. Men biror marta opalari, onalari, singillar hech kim to'g'risida gapga o'tganim yo'q. Doim aytib keldim. O'zingizlar kuzatib kelinglar. Dubaydaligimda ham hurmat qilaman. Onalarning hurmati bor. Bo'ldi, yig'ishtir desam, meni onam haqoratlandi. Meni singlim haqoratlandi. Men endi opaga nimasiga rahmat aytishim kerak? O'zingizlar menga aytinglar. Jim chiqib ketgan joyda chiqib qozib o'tirasan, O'zbekistonga ko'rasan deb Muzaffar bilan birgalikda qancha gaplar qilib tashadi bular. Muzaffar pishirdi. Men aytgandim, shu esingizda bo'lsa Dubayga chiqqanimda aytgandim, Xudo xolisi Muzaffar seni 1 oyda ishtonsiz qoldiradi degandim. Meni qoldirdi. Mashinasiz ham, uysiz ham hamma yo'q pishdi. Gaplarim haqiqat bo'lib chiqdi. Mana Muzaffar hech narsasini ola olmadi. Men u haqiqatlarni men bilaman.
man bilan yashaydi, zebo ham qaraydi, farzandlarimga har doim qarab kelaman. Bu bir. Gaplarni gapirib, mana ayollarimni ko'tida bog' bor, boshqasi bor degan gapni gapiribdilar opamizni. U narsa sizda bor. Ularda yo'q. Ular bilan chiroyli ketganman. U narsa sizda bor. Ikkinchi masala, bitta kompaniyani ipoteka xizmatini mashshennik deb gapirib, bular hammasi mana qayerda ko'rgansiz ipoteka xizmati kimnidir aldaganini bitta kompaniya. Yo bizda qonun qoidamizda bormi? Bitta kompaniyani ko'rsatib bular mashshennik deyish. Xudo xolasa qonuniy ravishda qonundan chiqmagan holatda ipoteka xizmatiga hali javob berasiz opa. Bunga oz qoldi, oz kunlar qoldi. Bekorga aytmayapman. Omma ko'rib turibdi. Bu ish bilan shug'ullanyapti hozirgi kunda. Ipoteka xizmatini mashshennikligini isbotlab berasiz opajon. Mana hurmatli auditoriyam, ipoteka xizmati shu paytgacha butun show biznes olamidagilar hammasi bilan ishlab kelgan. Hamma davolni bo'lgan, hamma gonorarni chiroyli olgan, ishlatgan. Kerak bo'lsa ipoteka xizmatini orqasida kimdir mashina olgan, kimdir chiroyli uy olgan, to'y qilgan, qarzini to'lagan. Bir gap bilan aytganda, jamiyatga foydasi tekkan. Opa, siz jamiyatga foydasi tegayotganni mashshennik deb o'rdingiz. O'shalar kerak bo'lsa intervyuda qo'ying. Mana shu bitta ikkita narsani qo'yamizmi deb qo'ying, kerak emas. Keragi yo'q deb turib siz uchun barotsiz qilgan. O'z ipoteka xizmati bilan ishlagan paytingizda jaraq pulni olganingiz yo'qqan-ku, qorningizga yeganingizda. Ras siz aqlli ayol ekansiz, ipoteka xizmatini mashshennik deb gapiryapsiz. Nimaga mashshennikdan o'zingiz pul olgansiz? Nimaga o'zingiz ular bilan ishlab reklama qilgansiz tagida? Shu savolga javob berasizmi? Men sizga aytib qo'yaman, opa ogohlantirib. Siz bitta kompaniyani haqorat qilib qo'ydingiz, mashshennik deb. Endi u kompaniyaning yuristlari siz bilan отдельно shug'ullanadi, xudo xolasa. Mana auditoriya o'zingizlar ko'ringlar. Xo'p, men yomondirman, gap so'z bo'lishi mumkin emas, yomondirman. Bitta inson mana to'g'ri tushuninglar. Oilam, hamma gapiradigan gapi haromi, unga kimlargadir chiqib gapirib buni mana dodinglar, kimlargadir chiqib ishim ham bo'lmaydi shun bilan. Chiqib gapirib buni haromilar jamiyatga nima keragi? Bor spam bo'lsa yo'q qo'l. Kim san opa bitta jamiyatda bitta insonni keragi yo'q, buni yo'qotib yuborish kerak deyishga. Kim haq huquq berdi? Qonuniy ravishda ham kim haq huquq berdi? Bu gaplarga